qilay, buninggacha siz qanday qilsangiz qiling, hech qanday ishingizga aralashmayman men. Voy, Mamatjon, sizning hech qanday ishingizga aralashmayman. Siz qanday qilsangiz shunday qiling. Sizdagi vijdonsizlarni ko'mib ketganman men. Nima? Oy, Anvarjon akam sen bitta? Teshikmi qanday bormi? Kela. Ha, Anvar akam keldingizmi? Teshik ha, yenge. Kela. Akam, cho'nglar, bolalaring yaxshi turayotganda? Yaxshi, o'zing bilan tug'ansizlar. Bizmi yaxshi. Bir tuyuqsizlik kelib qopsana. Bir xabar qilsang, albatta oldinga chiqib emasmi ukam? Shu tuyuqsizlik qarashib qoldi, shunga xabar qilaman. Ne, bo'libdi ukam. O'ltirib turgan, men bir choy damlab chiqay, ha? Ma'qul. Ha, bu yilchi bog'ning usuli qandaroq? Ha, bu yil bog'ning ishlari hali yaxshi aka. Biraz yong'oqni silinib tetmoqsin deb og'ash kelgan. Avar olib nima qilading ukam? Biraz zarur ish bilan kelib qolgan o'xshamabsan? Bunday gapda aka. Bizning dodining yendi quruq yerini sotmoqchi ekan. Shu yerini elib bir uy solay degan. Shuningga qizroq pul lozim bo'lib qo'yib kelgan. O, yaxshi bo'libdi ukam. Buni haqiqatan yaxshi o'ylabsan ukam. O'zingning o'z oldiga uyim yo'qdi. Uyni sep qo'ysang haqiqatan yaxshi. Alama kartini. Kartada 50 ming qo'yib pul bor. Bankaga borgan degan telefon qilsang, men senga baxt bilaman deb beraman. Rahmat aka. Endi men derhal ayak bir to'xtam tuzutay. Abaka boshqa ilib olmasin yani. Ha, ukam nimancha oldiraysiz? Men dikida tomoq qilay, shu tomoqni yeb olib anikim menga. Shuni deyman. Otang kelgandigin tomoq yapmamamsan. Rahmat yenge, men tomoq yegilay ayrim kelay. Maash sal jiddiy bo'lib qoldi. Shu jiddiy berib bitirib qilyapsam bo'lmaydi. Ha, maylimsa. Acayip qiziqarli o'yindan bir keldim do'stlar. Cho'qim hammalar tutib olishingiz mumkin. Bu o'yinni haqsiz o'ynaysiz, eng yuqori bo'lgani 2000 ko'y mukofot ola olasiz. Mana bu qo'lamdagi Kavsarning bir qachida 2 xil cho'p chiqadigan alayt tayyor cho'pi. Biz buni chilab beramiz. Sizni mashina yoki 400 gram, yoki 500 gram, yoki 600 gram shu holatda to'xtab qilib qolgacha iching deymiz. Shu holat qilib qolganda endi o'zingizning mo'lchari uchun buni mo'lcharlab endi bo'g'dak desangiz, biz buni jinglaymiz, mana bu jingamiz. Mush holatda jinglagandan keyin navada aş bizdagi o'lchamda to'xtata olsangiz, masalan 400 gram degan bo'lsak, mush bir qash cho'pga janglan qildingiz, 400 gram degan bo'lsak, ichidagi cho'pni ichib, taxminan shu o'zingizning mo'lcharida 400 gram qolgan holatda to'xtata olsangiz, 200 ko'm mukofot olasiz. 10 gram u ham bo'lib kelsa, masalan 390 gramdan 410 gramgacha kelsa, siz utdingiz degan gap. Endi 500 ko'lik mukofotimiz qanday desangiz, 2 qash cho'pning eg'irligini dangsash paletiga janglan qilgan bo'lsangiz, cho'qim mush 2 qachini bizdagi o'lchamda mana 400 gram, mana 500 gram degan bo'lsak, shu o'lchamda ikkilisini joy to'xtata olsangiz, 500 ko'm mukofot olasiz. Buning o'xshashlar 10 gram astı üstü boz bo'ladi. Lekin cho'qim har ikkilisi shu oraliqda kelish kerak. Birisi to'g'ri kelib, birisi xato kelsa mukofot ololmaysiz. Endi 2000 ko'y mukofotni qanday olib bersangiz, 3 qash cho'pga janglan qilasiz. 3 qash cho'pning 3 yilisini ichib bo'lgandan keyin bizdagi o'lchamda to'xtata olsangiz, 2000 ko'y mukofot olasiz. Lekin bu 3 yilisi cho'qim to'g'ri kelish kerak. Ikkisi to'g'ri kelib, birisi to'g'ri kelmasa yoki birisi to'g'ri kelib, ikkisi to'g'ri kelmasa, yana o'xshashlar bir mo'cha mukofot ololmaysiz. Bu faoliyat qatnashishning sharti nihoyat oddiy. Kavsar shirkatining faqat bir talab bor. U bo'lsa, siz mushuk Kavsarning bir qachida 2 xil cho'p degan cho'pini dumlab ichib turib, 2 cho'p ichib o'tgandan keyin, men Kavsarning bir qachida 2 xil cho'p eg'irlik dangsash musobaqasiga e'lon qilaman deb filmdan bir ishlab, o'zingizning do'yini yoki shirkatning qavrog'ingiz yo'llab kendan keyin biz bilan aloqalassangiz, biz sizni musobaqaga o'rlashtiramiz. Qatnashchilarni hech qanday qilmaymiz. Utanmasangiz hech qanday jazosi yo'q. Nima qilyapsiz? Ukam, vaqtingiz chiqsam kelib turingizmi? Atamil apam salom deyishni unutganma, ha? Ha, ma'qul. Ma'qulyapsiz kattami? Ma'qul. Ma'qul. Rahmat opsi. Har qanday vaqt, har qanday sharoitda yurmutimni qilishni hargiz unutib qolmaysizlar. Bayatim ko'nglimni og'ritib qo'ydim. Meni kechiring.